Bugungi video darsimizda 36-topik 1 imtihoni titki 3 va 4-sini tahlil qilamiz. Demak, 3-testimizni ko'radigan bo'lsak, 3 ball berar ekan. Erkak aytayapti, muvo sal koyeyo. Muvo degani nima? Hop, sada sotib olmoq. Hop, mana bu grammatikamiz bor. Le koyeyo degani kelasi zamon grammatika, ya'ni moqchi ma'nosini bildiradi. Moqchi. Moqchi. Shunda umumiy tarjimasi mo sal koyeyo. Nima sotib olmoqchisiz? Kalit narsa nima? Demak, tuge sal koyeyo. Ikkita sotib olmoqchiman. Xato. Chigabil sal koyeyo. Chigab degani hamyon. Hamyon. Hamyon sotib olmoqchiman. O'sha to'g'ri, ikki to'g'ri bo'ladi. Xo'p, chumare sal koyeyo. Chumal degani hafta oxiri. Hafta oxirida sotib olmoqchiman. Shijang esa sal koyeyo. Shijang degani bu bozor. Bozordan sotib olmoqchiman. Shunda bizda to'g'ri javob 2 bo'ladi. Hamyon sotib olmoqchiman. Xuddi shunday 4-testimizga e'tibor qilamiz. Mana 3 ball berar ekan. Erkak aytayapti. I hevesa eso olmani il hessoyo. I degani bu, hevesa degani firma. Bu firma. Eso degani da yoki dan ma'nosini bildiradi. Bu yerda da tarjimasi to'g'ri. Bu firmada olmani degani qancha. Qancha il hessoyo ishladingiz. Ishladingiz. Bu firmada qancha ishladingiz? Kalit narsa qancha, qancha vaqt. Honja il hessoyo. Honja degani yolg'iz. Yolg'iz ishladim. Samnyon il hessoyo. 3 yil ishladim. Nyon degani yil. 3 yil ishladim. Demak, ikkinchi javob to'g'ri ekan. Ohuye il hessoyo. Ohu degani tushlikdan keyin. Tushlikdan keyin. Hop, bu xato. Chibeso il hessoyo. Chip degani uy, chibeso uyda ishladim ma'nosini bildiradi. Bu xato. Shunda to'g'ri javob 2.